alaykum. O'zi kichkina bo'lishiga qaramay, jamiyatda katta o'ringa ega bo'lgan bolajonlar bilan suhbatlashishda davom etamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shamolladingizmi? Nima bo'lib shamolladingiz? Mashina kelayotgan paytimizda gaz solib qoldi, shunga dalada kutib turadi-ku. Ha. Shunga. Mashina gazga kirib ketsa, siz dalada kutdingizmi? Ha. Skelet nima degani? Boyag'i skeletda kaman bo'ladi-ku. Boyag'i zombini jo'rasi bo'ladi. Siz uni zombini jo'rasiligini qayerdan bildingiz? Chunki boyag'i yovuz bo'ladi-ku. Shunga. O'zi zombilar nimani xohlashadi? Qishloqda boyag'i hamma odamni yeb chiqishni yoqtiradi. Toqqa borish yaxshimi yo parkka borish yaxshimi, bolajonlar? Toq. Nimaga? Tog'da maza qilib aylanib o'ynab kelamiz. Faqat parkda aylanamiz, uyga qaytamiz. Tog'da 2-3 kun dam olamiz shunga. Burgut nima ovqat yeydi? Qurt. Bolajonlar, kechasi quyosh qayerda bo'lar ekan? Boshqa davlatda. Qaysi davlatda? Masalan, Argentina, Avstraliya shular. U boshqa davlatga ketgandan keyin yer aylanadi, bizga ko'rinmaydi. Bizga oymama keladi keyin. Rayhon opa. Bo'ldim. Rayhon opa kim? Masilaxon. Opamiz bola. Qarshidan chechaladi. Radnoy nima degani? Hozir. O'zingizni собственный opez, akez, ukez. Собственный nima degani? Umumiy. Men uncha o'zbek tilini bilmayman, chunki rus tiliga Avvalo qaysi tilni yaxshi o'rganish kerak? O'zini собственный tilini. Yo'llariga poyandoz, dastagullar bayrami. Dastagullar boylami bo'lsa kerak. Bayrami? Boylami? O'zim yodlaganman, bayrami. Dastagullarda bayrami bo'lmaydi. Boylami bo'ladi. Dastagul degani ko'pgina gul. Bayram degan bayram paytida beradi-yu. Boylami? Bayrami. Ha. Ana, sovg'a paydo bo'ldi. Voy. Qani ochamiz? Uyda kim ishga boradi? Papam temanga sindirsam o'yinchoq beradi. Erzari o'yinchog'imni sindirib qo'yganman. Yo'q, nima bor yo'g'ini. Yig'ladanmi? Nima deb yig'ladingiz? O'yinchog'im deb yig'ladanmi? Agar uyda bitta o'zingiz qolsangiz nima qilasiz? Yig'layman. Sizga kim ko'p pul beradi? Adam beradi, oyimning puli yo'q, adamning puli bor. Ayam pul olib keladi. O'zlaridan ortmaydi, to'g'rimi? Solixa begim, siz nimadan qo'rqasiz? Adam yo'qotishdan qo'rqaman. Dadani qanday qilib yo'qotib qo'yish mumkin, Solixa begim? Ko'chada bitta qiz bo'ladi-da, kimdir o'g'irlab ketadi. Dadangiz ko'chada qizlar o'g'irlab ketadimi shunda? Ha? Dadangiz sizni nima deb erkalatadilar? Jonim, oyim shokoladim deb aytganlaydi. Dadangiz oyingizni nima deb chaqiradilar? Qaravor deydi. Hey, qaravor deydilarmi? Ha, qaravor deydi. Ismlarini aytmaydilarmi hech bo'lmasa? Yo'q. Yaxshi ko'rmasa ekanlarda oyingiz dadangiz, to'g'rimi? Adam oyim erkalamaydi. Yasmina, siz nega gapirmayapsiz? Kecha gullarga suv quygandan keyin ukachamning ovozi o'zgarib kasal bo'lib qoldi. Gullaringlar bormi? Ha? Nech xil gullarni bilasiz, Yasmina? Atir. Atir? Atir degan pis-pisku. Hozir shuni Telegramga kelyaptik. Bitta boshqa joyga tashlab ketib Ketibordimi? Ha? Keyin nima bo'ldi? Kelib bir narsa qilib topib oldik. Qanday topib oldinglar? Lokatsiyadan topdik. Urushsangiz, birinchi bo'lib oldingizga himoyaga kim keladi? O'rtog'im. Qaysi o'rtog'ingiz? Baxshot. Baxtishot, a? Bizda Arzu degan har doim bizlar urishaveramiz-da, bo'yi uzun bo'lsa ham. Shuni urushayotgan paytimiz Baxshot shunday cho'p keladi, tepuradi, bizni uraveraman. O'zi Orzubek bilan nima sababdan urushdinglar? Nimasi? U Barsa-da. Sizchi?
Men Abduqodir bo'laman deb yuraman, lekin bir paytlar harbiy bo'laman deyman-da. Shunga talashib qolamiz. Abduqodir bo'lishni nimasi yaxshi? Boyagi kubik yutib oladi. Kubikni qimmatga solsa, uyoq bo'ladi. Boyagi hajiga olib borsa bo'ladi ota-onasini. Uzuk nima uchun kerak? Mana uzukmi? Uzukimda qo'lga taqadigan uzukmi? Xuddi o'zi. Chunki to'yda unda taqish uchun kerak. Uning uchun zireda bormasa nima taqadi? Muzda taqmaydi-ku. Taqmasa nima bo'ladi? Taqmasa kelib urishadi. Bor yo'qolib senga uylanmasdan ketib boradi. Kimga shunaqa deydi? Shu kuyovga shunaqa deydi. Demak, kuyov uzuk olib kelish kerakmi kelinga? Agar uzuk olib kelmasa, qaytib boradi. Nechta uzuk olib kelish kerak kuyov taraf? Bitta, ikkita, uchta olib kelish kerak. Nimaga? Chunki uch bo'lmasa kelin bari qolib ketadi. Siz kelinga nechta uzuk berasiz? Men asli uylanmayman-ku. Men uylanmasdan yurganim yaxshi. Nimaga? Navro'chim to'y qilgim kelmaydi. O't o'chiruvchi bo'lganingizdan keyin ham uylanmaysizmi? Endi suv sepadigan odam bo'lgandan keyin uylanmaydi-ku. Kechqurun quyosh qayerga yo'qolib qoladi? Amerikada hozir quyosh chiqib turadi-ku. Mars aynaladi-yu. Mars aynalganda bitib aynaladi yo bitib aynalmaydi. Bitib aynalganda quyosh aynaladi, o'ymanam. Hozir quyosh qayerda ekan shunda? Amerikada. Uzuk nimaligini bilasizmi? Ha? Nima u? Qo'lga taqadi. Nima uchun taqishadi qo'lga? Yerga teggandan keyin. Qayerga? Yerga teggandan keyin. Mayaptam. Meni oyim issiq qo'rtdi. Meni oyim yedim telay. Rahmat oyi, yedim telay. Necha yoshsiz o'zi Fayoza? 4. Biz o'sma bu? 4san. 5. Qanaqa 14-dekabrda 4ga kirding-ku? 4. Besman. To'g'ri bu. Yangi yilda anaqa hammani bittadan tug'ilgan kuni bo'ladi degandik, shunga 5 man deb yuribdilar. Uzuk nima uchun taqiladi? Chiroyli bo'lish uchun. Menda uzuklar yo'q. Demak, men xunumanmi? Uzukni boylar ham taqadi. Kech payt ko'zimni ochib yotaman. Keyin pastga yiqilib tushaman. Keyin kimdir ko'rpa qilib qo'yadi-da, keyin ko'rpada og'rimaydi. Kim sizga yaxshiyam borsan degan? Adam. Kim sizga ko'zimga ko'rinma degan? Oyim shapalab bergan. Uyda eng ko'p ovqatni kim yeydi? Men yeb qo'yaman. Papam ham yeb qo'yadi. Papangizni qachon jahllari chiqadi? Baqirib ketganlar-da. Nima bo'lgan? Unda mama sinib qolganda bizani o'ntog'im sinib qoldi. Baba, nima baqildingiz? O'ntog'im sindirib oldingiz-ku, dedimdi. Voy, onam baqilgan uchunmi? O'ntog'ini olib ber dedilar-da, sindirib qo'ydilar. Yig'ladim. Tavatojonimda biz kelin qidiryapmiz. Bizda ingliz tilini biladigan chiroyli kelin kerak. Kimga kelin qidiryapsizlar? Tavatojonimda. Ayiqlar asalim dom yeydi-ku. Bizda yo'qmaydi-da. Yo'qmaydi. Nima ayiq nima? Ayiq medvedku ruschasiga asal yeydi-ku, miyot. Dem noqir yeydi-ku, menga esa yo'qmaydi-da. Kal bolalarni nima qilish kerak? Kal bolalari ozgina kutish kerak-da, keyin ozgina chochi o'sadi. Boshigacha mana bunday qilib chirtish kerak. Jini bo'lib qoldingizmi? Yo'q, nega? Aqli ishlamayapti. Nimaga? Assalomu alaykum. Xafa bo'lib qolsam maylimi? Bo'ldi, tugadimi? Yo'q. Uyga borsangiz nima qilmoqchisiz? Uyga borsam uxlab qolmoqchiman. Agar farzandingizni ko'rsatuvimizda ko'rishni istasangiz, bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Hamkorimiz mazali mevali yoqimli kango saqichlari. Xayr, salomat bo'ling.